Assalomu alaykum. Asror bloger kanaliga xush kelibsiz. Kim kanalimizda yangi bo'lsa, obuna bo'lib, yonidagi qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysin. Hamda videoga like bosishni unutmang. Demak, biz videoni boshladik. Bizdan uzoqlashmang. Assalomu alaykum. Asror bloger kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan shaxsiy post bot yaratishni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga bitta like bilan kanalimizga obuna bo'lib, yonidagi qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizni iltimos qilardim. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lib, yonidagi qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizni iltimos qilardim. Demak, biz boshladik. Hop. Biz Telegramga kiramiz. Birinchi o'rinda bot fazerdan bot ochib olamiz. Bot fazer. Mana do'stlar, mana bot fazer mana bu belgisidan ham, oblishkasidan ham tanib olishingiz mumkin. Hop, botga kirganimizda start bosamiz. Va new bot, mana new bot bosamiz. Endi yaratamiz. Post bot. Mana shaxsiy post bot. Mana endi bir shaxsiy post bot. Mana endi mana bunday token beradi bizga. Mana shu tokenni beradi. Endi bizga kerak bo'ladi mana bu nashra bot maker. Mana nashra bot. Bu botni video tagida qoldiraman. Hop, shu botga kiramiz. Mana start bosamiz. Hop, mana bunday post bo'ladi. Mana create a bot. Shuni bitta bosamiz. Endi bot fazerdan tokenni yubor deyapti. Mana biz mana bu tokenni olamiz, kopirovat qilib, nashra botga kiramiz va nashra botga yuboramiz. Yubordik. Mana bo'ldi. Endi tayyor deyapti. Mana tayyor bo'ldi. Mana create post. Mana do'stlar, hammasi tayyor bo'ldi. Mana endi tekst, foto, audio jo'nat deyapti. Hop, men tekst yuboraman hozir. Hop, mana video yubormoqchiman. Mana sizlar bilan Asror bloger bo'lmoqda yozamiz. Jo'natamiz. Mana do'stlar, yubordik. Mana ketdi. Keyin mana bunday bo'ladi. Mana bu plyusni bosamiz. Bitta plyusni bosamiz. Mana endi please send text for button deyapti. Hop, tekst yubor deyapti. Hop, Asror bloger. Mana yubordik. Endi uruli for button deyapti, button deyapti. Endi uruli yuboramiz. Ya'ni https birinchi chiziqcha. Endi qani yuboramiz. Men kanalni qo'yaman. Android hakerlari. Mana bitta yuboraman. Bo'ldi. Mana tayyor bo'ldi. Mana bitta post. Mana bitta post tayyor. Mana bu plus qilsak yoniga, mana buni bossak pastiga bo'ladi. Mana yana bitta qo'shamiz. Hop. Android hakerlari yuboraman. Hop, bunga endi userimni yozaman. t.me Asror bloger yuboraman. Hop, bo'ldi. Mana ikkita post tayyor. Endi xohlaganingizcha qo'shishingiz mumkin. Qo'shib bo'lganingizdan keyin mana bu yerda done degan tugma bor, post bor. Shuni bitta bosamiz va bo'ldi. Hop. Post botlarda post berardi. Hozir bu botimizda post bergani yo'q. Mana buni bunday qilsak, mana
bu yerga qo'ysak bunaqa chiqishi kerak bo'lardi. Hozir bu chiqqani yo'q. Shu sababli uni forward qilib jo'natamiz. Mana bunday qilib, mana bunday qilib yuboramiz. Mana bunday qilib hop kanalimizga yuboramiz. Mana do'stlar, mana do'stlar tayyor bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi buni o'chirib tashlaymiz. Xo'p. Endi mana do'stlar shaxsiy post botimizni yaratdik. Yana create anzor, yana shuni bosib davom ettirishingiz mumkin. Shunday qilib davom ettiraverasizlar. Sizlar bilan Asror bloger bo'ldi. YouTube'da yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, videolarga like bosishni unutmang do'stlar. Bizdan uzoqlashmang. Bundan-da zo'r videolar hali oldinda. Hammaga rahmat. Bizni kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda bundan ham zo'r videolar tayyorlaymiz. Keyingi videolar bundan ham zo'r bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat hammaga.